Salomat bo'lsizlar, hurmatli o'quvchilar. Suhbatimiz hammasiga shuning uchun bir maqsad tashabbus hozircha. Darsdan boshlayveraylik. Bugun biz harakat to'g'risida hisoblab chiqibmiz. Если скорость течения реки равна 2 км в час. Kechirsizlar. Qaniyamisi belgini bir yezib olaylik. Bu yerda bugungi hisoblarimiz hammasi почти o'xshash. Конечно же, yo'lni tepishni biz S dan V ko'paytirilgan T formulasini ishlatamiz. Unga yezib qo'yay. Yo'l S dan ildamlikni vaqtga ko'paytamiz. Buni, конечно, biz где-то 3-klassni tatib уже bilamiz, durustmi? U vaqtida bizda meyda nima deydi? 28 kilometrni suv eqimi bo'yi bilan 25 kilometrni suv eqimi qarshi mang'an vaqtim nimga teng deydi? Agar lodka buni suv eqimi yo'q stoячий voda degankin faqat lodkaning ildamligi bilan o'z ildamligi bilan mangsa 54 kilometr mang'an yo'lning vaqtiga teng deydi. Shu vaqtda bu yerda главный narsa bizning vaqtlarimiz teng ekan. T1 teng T2. Endi S teng V ko'paytirilgan T formulasidan vaqtdan chiqarib olsak, yo'lni ildamlikqa bo'lamiz. Bo'laylik vaqtida. Конечно, unutmaymiz bizda mana buni suv desak, mayda lodочкamizni yasab qo'yaylik. Mana biz o'tirmiz lodkaning ichida. Biz agar suv eqimi o'ng bo'lsin va biz тоже suv eqimi bo'yi bilan mangsak, u vaqtda suv bizga yordam berdi va ildamliklarni bir-birisiga qo'shib yetamiz. U chog'da mushu 28 kilometrni bo'limiz по течению degankin qaranglar. Katerning lodkaning ildamligi belgisiz, biroq suvning ildamligi 2 km/soat bo'lgankin biz x ga qo'shib yetamiz 2 ni. Va deydi, shuning uchun plus qo'yamiz. 25 kilometrni suv eqimiga qarshi mangdi. Shu vaqtida lodkaning ildamligini kater deyverman, katerlar bu ishdan chiqadi. Suvning ildamligini evitmiz. Mana bu birinchi jag'day. Mushu mang'an vaqt deydi. Как будто bu suv yo'q bo'lsalar, lodka o'zi mang'an 54 kilometr mang'an yo'lga sarf qilgan vaqtiga teng bo'lganki, men teng qo'yib 54 ni bo'limiz lodkaning qiyiqning ildamligiga. То есть x ga. Biz qiyiqning ildamligi belgisiz u как раз taки x ni izlayapmiz. Bo'ldi, endi bu tenglimani chiqarish uchun
8 sinfning o'quvchilari уже bu yerda umumiy maxrajga keltirib kvadratli tanglimni qilib chiqirdi. Endi biz bu tanglimni tovangi sinflarda chiqarishni texchi bilmaymiz, biroq ответlarni qo'yib, всегда bor eng yaxshi yo'l любой tanglimda test bo'lsa, javobini qo'yib chiqasi bo'ldi. Shu vaqtida ответlarni подставлять chiqqanimda qarasizlarda, так, masalan 11 ni paqayli deymiz. 11 ga 2 ni qo'shsak 13, 28 13 ga ровно bo'lmaydi. Наверное, что-то buni yaxshi emas deymizda. 12 ni ko'rib baqaylik. 12 ga 2 ni qo'shsanglar 14. Shu vaqtda bo'ldi 28 bo'lingan 14 plus 25 bo'lingan 12 ni 2 ni yotsanglar 10 teng bo'ldi 54 bo'lingan 12. Hisoblab yetaylik. So'ng tarafi 10 tarafiga tengmi? 28 ni 14 ga bo'lsanglar 2, 25 ni 10 ga bo'lsanglar 2,5. Endi 54 ni 12 ga bo'lsanglar интересно 2,5 bo'lamdi. 2 ga qisqartib etsanglar mayli 27 6 qoldi ekan. Yana bir 3 ga qisqartib etsanglar mayli 2 mayli 3 ga qisqartiryapmiz 9. Shu vaqtida 9 ni 2 ga bo'lib etsanglar 4,5. So'ng tarafiga 2 ga 2,5 ni qo'shsanglar 4,5, o'ng tarafida тоже 4,5, значит 12 degan durust. Va alaykum assalom. Kelgan yangi o'quvchilarga. Davomlashtiraylik endi. Bu yerda nima qilinglar deydi? Agar sizlar 8-sinfda o'qisanglar dedim-ku, u vaqtida bu hisobni bundoq chiqaradinglar. 2 kasrni, o'sha buni biz дробное рациональное уравнение deb ataymizda, buni biz umumiy maxrajiga keltirishimiz kerak. Причем давайте beshida so'ng tarafini umumiy maxrajiga keltirib olaylik. Bu yerda maxrajlari har xil bo'lgan ekan, har ikkisi keldi maxrajida. X minus 2 mi, x plus 2 mi keldi. U vaqtida ikkinchi sposobni ko'rsatib qo'yandi. Birinchi kasrni x plus 2 ko'paytamiz, ikkinchi kasrni kechirsizlar, x minus 2. Ikkinchisini x plus 2 ko'paytamiz. O'ng taraf turibdi, hozir buni potom proporsiyaning xususiyati bo'yicha krestик ham ko'paytiramiz. Shu vaqtda qoldi 28x elingan, yozay. 28x elingan 56 qo'shilgan 25x qo'shilgan 50. Maxrajida x plus 2 ni x minus 2 ni qisqacha ko'paytirish formula bilan ichivatsanglar, u bo'ldi a plus b a minus b a kvadrat elingan b kvadrat. Shu vaqtida ikki sonning kvadratlarining ayrimisiga teng. O'ng tarafida x dan 54 turibdi. Suratini hisoblab olaylik. 28x ga 25x ni qo'shsanglar qancha chiqadi ekan bu yerda? 53x elingan 56 minus 56 ga 50 ni qo'shsanglar minus 6 qoldi. Endi давайте крестиком сразу buni x ga ko'paytirib yetaylik. Teng. Endi buni maxraji x kvadrat minus 4 ni 54 ko'paytsak 54 x kvadrat elingan 4 deb yozamiz. Bularni ichib yozsak bolalar 53 x kvadrat elingan 6x elingan maxni сразу chiqib yetaylik 54 x kvadrat minus minus уже plus 54 ni 4 ko'paytsanglar 216 bo'ldi ekan. Teng 0. Endi bu yerda o'xshaydigan qo'shilg'uchilar buni ikkisi bor ekan. 53x kvadratni 54x kvadratni yotsanglar bo'ldi. Minus x kvadrat elingan 6x qo'shilgan 216. Bundaq tenglimani biz kvadratlik tenglama deb ataymiz. Sababi eng cho'ng darajasi bu yerda 2. Endi buni minus menga yoqmaydi. Shuni давайте все minus 1 ko'paytirib etsak, qoldi x kvadrat qo'shilgan 6x elingan 216. Buni diskriminant bilan chiqarsanglar b kvadrat elingan 4ac, keyin x1 x2 ni topa olasizlar, biroq men sizlarga mayli Viet teoremasini ko'rsatib beray. Viet teoremasi bo'yicha bizning tomirlarning ko'paytmasi minus 216, qo'shimchasi minus 6 bo'lishi kerak. Shu vaqtida x1 qo'shilgan x2 teng minus 6 ga x1 ko'paytirilgan x2 bo'lishi kerak minus 216. Endi подбирать qilsanglar bu yerda qanday ikki sonning ko'paytimligiga keltirsak, qanday ikki sonning ko'paytmasi 216, bu
bu yerda 6 olsanglar bo'ladi, biroq 12ni olsak, u vaqtida ikkinchi tomiri -18 chiqadi ekan. Qo'shganda -6, ko'paytganda -216 chiqdi. Shu vaqtida yana shu 12 chiqadi bu yerda. Salomatmisizlar, yig'in qo'shilgan qizlar? Salomatmisizlar, yaxshimisizlar? Yezib oldinglarmi, tushundinglarmi hisobni birinchisini? У чагда endi ikkinchi hisobni ko'raylik. Теплоход проплыл 80 километров по течению и обратно. Shu yoqda 80 kilometr u yoqqa mangdi, qaytganim shunchalik yo'l mangdi. Затратив на весь путь 8 часов и 20 минут. Скорость течения реки 4 км в час. Надо найти собственную скорость теплохода. Endi yana yasab qo'yaylik. Mana bizning teplоход, ham teplоход, lodka, manda ham o'xshaydi meningda. Birinchisida deydi, A punktidan B punktiga 80 kilometr u yoqqa minibdim. U S yo'l durustmi? Keyin qaytgandim yana shu yo'lni minib, u yoq bu yoq mangan, u yoqqa mangan vaqtini T1 desak, qaytgan vaqtini T2 desak, shu T1 bilan T2 ning qo'shindisi 8 soat 20 minut deydi. Endi bu yerda biz shu 20 minutni sразу soatga aylantirib yetaylik. Shuning uchun 20 ni 60 ga bo'lib yetamiz. Qoldi 8,3 soat. Aylantirib oldik. Suvning eqimining ildamligi 4 km soat bo'lsa, u vaqtda teplоходning ildamligi x belgisiga. Suvnikini v suvda qo'yaylik. 4 km soatga. Yana shu mana bizning общий условиemiz buniki. T1 yana bir qatim ko'chirib yozay. Qo'shilgan T2 teng 8,3. Общий время berilgandan keyin biz T1 bilan T2 ni tep olaylik. T1 degan suv eqimi bo'yi bilan mangsa, u vaqtda abekinda shu yo'lni ildamlikqa bo'lamiz. Biroq bu yerda V1 bilan V2 ning qo'shnisiga bo'lamiz. Po tечению mangsa. Va обратно shu yo'lni suv eqimiga qarshi mangandan keyin kechirsizlar V1 dan yetamiz V2 ni yozib qo'ydim. Fizik o'xshash 8,3 birdan suvda qo'ydim, birdan Vda qo'ydim. Podstavляем. Shu vaqtida 80 ni bo'limiz x nimaning teplоходning ildamligi x, suvniki 4 va 80 ni bo'lib yetamiz x elingan 4 ga. Mayli noto'g'ri aylantirib olsak, 3 dan 25 qoldi. Bekindagi yana umumiy mahraj beramiz. So'ng tarafiga u keldi mayli x minus 4, mayli keldi x plus 4. Ketdik dальше. Nima qilamiz kerak? Shu vaqtda mahraji x plus 4 ni x minus 4 ga ko'paytsanglar, qoldi x kvadrat elingan 16. Buni qisqacha ko'paytirish formula bilan yozib olsanglar bo'ldi. Unutib qolsanglar, ничего страшного, просто skobkani ichib chiqsizlar. Men отдельно yozib qo'yay. X ni x ga ko'paytsanglar x kvadrat, x ni minus 4 ga ko'paytsanglar minus 4x, plus 4x ni x ga ko'paytsanglar 4x, 4 ni minus 4 ga ko'paytsanglar minus 16 bo'ldi. Shu vaqtida x kvadrat minus 16 chiqadi. Endi buni suratida qaranglar. Har ikkisida 80 bo'lgandan keyin biz 80 ni umumiy deb ko'paytgichni teshig'i chiqarib olamiz sразу. Не надо 80 ni x ga 84 ga ko'paytishga. Umumiy ko'paytgichni tirnoq teshig'i ilib olsak, qoldi x minus 4 plus x plus 4. O'ng tarafni ko'chirib yozamiz. Bu yerda endi qisqaraydiganlar взаимно уничтожается deydi-ku. Serif bilan qilib qo'y. U minus 4 bilan plus 4 qisqarib ketdi. 0 berdim. U vaqtida qolgani nima bo'ldi bu yerda? 80 x bilan x ni qo'shsanglar 2x tirnoq kerak emasga 80 ko'paytirilgan 2x bo'lingan x kvadrat minus 16 teng 3 dan 25. Endi bunda krestик ham ko'paytirsizlar, конечно. Ko'paytirishdan avval biz yana metr bilan qisqartirib aytaylik. U bo'lsa
Mana 80 только teң turganda surati bilan suratini qisqartib atsanglar bo'ldi bu. Kasrning tenglimida asosiy xususiyati durustmi? So'ng taraf bilan o'ng tarafini birdek san ko'paytsanglar bo'ldi, bo'lsanglar bo'ldi. Shu bizga hozir keragi bo'lish 25 ni 5 ga bo'lib atsanglar 5, 80 ni 5 ga bo'lib atsanglar 16 qoldi. Ko'paytaylik endi qolgan sonlarni bu yoqqa. Men davomlashtiryapman. 16 ni 2 ko'paytsanglar 32x и сразу buni 3 ga ko'paytib atsanglar 96x bo'ldi. Давайте сначала buni x kvadrat darajasi cho'ng'aroq so'ng tarafda bo'lsin. Поэтому крестиком ko'paytganda не обязательно yuqoridan tuvan. Можно tuvandan yuqori chiqarsan ham bo'ldi. X kvadratni 5 ko'paytsanglar 5x kvadrat minus 16 ni 5 ko'paytsanglar 50 и еще 30 90 mi? Voy, aldatyapman. 50 30 80 teң 16 ni 2 32x 32x ni 3 ga ko'paytsanglar 96x. Yanılı kvadratlik tenglim chiqdi, biroq hamini bir tarafga chiqarib yetaylik. 5x kvadrat elingan 96x elingan 80 teң 0. Buni men 8-sinf bo'lg'achqa diskriminant bilan chiqarib yetaylik. B kvadrat deydi. Minus 96 ning kvadrati minus 4 ko'paytirilgan 5 tirnoq kerak emaslarni ko'paytirilgan minus 80. Diskriminantlar menda uzoq 96 ni buni ko'paytib chiqsalar 10.816 chiqadi ekan. Тем более endi kalkulyator bo'lgandan keyin yaxshi bo'lib berdi sizlarga, конечно, endi texniklarga. Endi x1 x2 ni topaylik. x1 2 teң bo'ldi minus 1 96 plus minus 10.816 deganimiz u 104 ning kvadrati ekanmish. Yo'qda 104 ni qo'shimiz almiz, bölimiz 2a ga 2 ko'paytirilgan 5 ga. Hisoblab yetaylik. x1 teң bo'ldi. 5 ni minus bilan alaylik. 96 dan 104 ni yetsanglar 8 qoldi. 8 ni 10 ga bo'lsanglar 0.8. Durust qildimmi? Durust qildimmi? Дальше 96 dan aldık durustmi? Oy, mayli minus kechirishlar minus. Endi qo'shimiz 96 ga 108 ni qo'shsanglar. 104 ni qo'shsanglar 200, 200 ni 10 ga bo'lsanglar 20. Теперь вспоминаем, что x deganimiz u bizda teploxodning ildamligi. Ildamlik matematikada salbiy sonlar bo'ldi, biroq biz ildamlikni o'ylab chiqarayotganda minus 0.8 ni olmay, только 20 ni qo'yamiz. Shu chog'da teploxodning ildamligi 20 kilometr soatiga chiqadi. Salomatmisizlar, yana вновь недавно kelgan o'quvchilarga hamma yaxshi, rahmat. O'zinglar надеюсь тоже yaxshi. Buni bugungi bizni chiqarayotgan hisoblar qaranglar. Bu matematikani как предмет выбирать qilsanglar, sizlarda mushtaq hisoblar chiqishi mumkin. Masala hisoblarining bir turi. O'tganda ish to'g'riliq chiqargandik. Endi bu yerda nima bo'lyapti? 19 emas, 19 qanaqa chiqdi? 19 xato. Üçüncü hesap. Товарный поезд был задержан в пути на 12 минут, а затем на расстоянии 60 километров наверстал потерянное время, увеличив скорость на 15 километров в час. Найдите первоначальную скорость поезда. Bunu bizning poyezdimiz bo'lsin. Voy, o'chib qoldi, kechirsizlar. Endi bu poyezd nima qildiki, bir arliqni mangdi deydi bundaq. S arliqni V ildamligi bilan T vaqtning ichida o'tish kerak ekan.
Biroq 12 minutga zadержка bo'lgandan keyin uning vaqti hozir 12 minutga kamayib ketdi. Shuning uchun vaqtida kelish uchun nima qilyotidi bu? 60 kilometr ariqda, durustmi? Ildamligini 15 kilometr soatga oshirganda vaqtida keldi deydi. Найдите первоначальную скорость поезда. Buni 12 minutga vaqt qilyotidi degan vaqt bakam, расстояние ariq S bakam. Всё, shu vaqtida qaranglar. Aslida mushu 60 kilometrni poyezd V ildamligi bilan T vaqtda o'tishi kerak edi. Bu norma. Biroq nima bo'lyotidi? Shu 60 kilometrni vaqti 12 minutga azaydi. Обратите внимание, mayda minut, mayda soat. Shuning uchun 12 minutni soatga aylantirish uchun сразу 60 ga bo'lib yetaylik. Chiqadi 5 dan 1 soat или 0,2. Qanaqa удобно bo'lsa shuni chiqaringlar. Вот. Shu vaqtda mush 60 kilometrni endi vaqti uni 12 minutga azaygandan keyin T minus 12 minut bilan 0,2 soat deb yozaylik. Vaqti azaygandan keyin придется ildamlikni ko'paytirishga. Ildamlikni ko'paytiribdi na 15 degan keyin V qo'shilgan 15 namiz. Ildamlik 15 kilometr soatga oshirganda vaqtida keldi ekan. Bo'ldi, mana shu yerdan tepishimiz kerak первоначальную скорость поезда V. Ildamlik kerak ekan. Buni 6-sinfda o'tganda sizlar 4-chorakda o'tisizlar, по-моему. Ikki o'zgarmasi bor tanglamalar sistemasi deb ataymiz-da. Mundaq chiqaramiz. Bizga vaqt T kerak emas bo'lgandan keyin birinchi tanglamadan vaqt T'ni chiqarib olaylik. Uni metod подстановки deydi. T teng V metod ko'paytirilgan bo'lgandan keyin bu yoqqa bo'lingan bilan tushadi. 60 da bo'limiz ildamlik V ga. Ikkinchisida 60 teng bo'ldi. V qo'shilgan 15 ko'paytirilgan T'ning o'rniga V dan 60 ilingan 0,2. Endi matematikada bizga chiqarishda V harfi ancha неудобно bo'lsa, u vaqtida bundaq qilib qo'yaylik. Pусть V harfi X ga teng bo'lsin, как нам привычнее. Shu vaqtda bo'ldi. 60 teng X qo'shilgan 15. Mayda bo'lsa 60, давайте сразу umumiy mahrajga X berib etsak, ilingan 0,2 X tushdi, durustmi mayga? V ko'paytiramiz. Endi buni mahrajiga X ni mayda suratiga chiqarib etsak, qoldi 60 X teng. Mayda ikki tirnoqni akkuratni ichib chiqaylik. X ni 60 ga ko'paytsanglar bo'ldi 60 X. Buni birisi tulpanchik deydi-ku metodni. X ni 0,2 ko'paytsanglar minus 0,2 X kvadrat. 15 ni 60 ga ko'paytsanglar 900 minus 15 ni 0,2 ko'paytsanglar 30, bir nollik nevatsak 3 qoldi. 3x. Bu yerda teng turgan сразу buni 60x o'xshash qo'shilg'ichlarni qisqartib yetib, hammani so'ng tarafga yig'sak, mayda, o'rni as qilyotdi yana. Yo'q, yezitmanda keyin topolmay ketmay chiqaman. Ладно. Vaqtida qoldi 0,2x kvadrat plus 3x ilingan 900. Hammasini so'ng tarafga almashtirdik-da, o'ng tarafda hech nima qolmadi, 0 deysizlar. Buni yana shu diskriminant bilan chiqarsanglar, javobi qancha bo'ldi? Разница buni diskriminantni yaxshi ko'rmaymiz, shuning uchun Viet teoremasini ishlatadi. Для этого полностью buni tanglamini 5 ga ko'paytiryapman. Nimishga? Потому что 0,2 ni 5 ga ko'paytsanglar 1, shu vaqtida x kvadratning oldida koeffitsient qolmaydi. Plus 3 ni 5 ga ko'paytsanglar 15x, 900 ni 5 ga ko'paytsanglar 4500 teng 0. Vietni bolalar yaxshi chiqarishni o'rganib olsanglar, keyin вообще menga rahmat tazminlaysizlar. Nimishga desanglar, bu yerda mana представьте diskriminant bilan b kvadrat 15 ning kvadrati minus 4 ko'paytirilgan 4500 в общем sonlar uzoq chiqib ketadi. Shuning uchun давайте подбирать. Qandoq ikki sonning
Köpeytmisi minus 4500 ve qo'shindisi 15 bo'ldi. Sizlar o'ylab turibsizmi? Men sal birlarni o'chirib olayman. O'rin kerak kelmay birada. Bormi bir решенияларыңlar berdi, nima qilsak bo'ldi degan. Так, men qizil bilan yozgandim, oyoq davomlashtirmamoqman. Sal некрасиво, но qanday qilamiz? Сначала всегда ko'paytmanga qaranglar. 4500 это вообще страшный sonlar deymizda, но kelsa 0 qilib bitgandan keyin, наверное, oxirgi raqamlari 00 deymiz. Shu vaqtda уже 2 0lik azaydi. 45 degan qanday ishki sonning ko'paytindisi? Masalan, 15 bilan 3 olsanglar 45 chiqadi, durustmi? Biroq 15 dan 150 dan 30 ni yetsanglar 15 chiqmaydi. Sizlarning razницасы 15, ko'paytindisi 4500 bo'lishi kerak. Shuning uchun buni 15 и 3 degan durust emas deymiz. Boshqa sonlarni ko'raylik u vaqtida. Специально xatolarni yozib turibmiz. Ko'zda что, mana shu подбирать qilsizlar bu yerda. Еще 45 degan это 9 и 5. 9 ya da 5 45. 90 ni 50 ga ko'paytsanglar 4500 chiqdi. Biroq qo'shib olsanglar nima bo'ladi? 15 chiqmadi. Vaqtida endi sizlar chiqib beringlar menga. Qanday sonlarni ko'paytindisi bizga 4500 qo'shnisi 15 ni berdi. Onun uchun sizlarga всегда подсказка ответlaringlar bor. Просто bo'lib beringlar. 4500 ni, например, 50 ga. Или, я не знаю, 55 ga, или 65 ga, или 40 ga, или 60 ga. Ну, в общем, men просто navbat 50 dedim. 50 ga точно bo'lindi. 50 ga biroq bo'ldik-ku. 4500 ni 50 ga bo'lsanglar, это 450 ni 5 ga bo'lish 90 chiqdi. 90 50 kamaydi dedik. 50 ni zachет kamaydi. Men bir yerda xatolashmaganlar bo'lsa. Ya'ni 4500 qanday sonlarga bo'lindi? 45 ga bo'lindi-ku, kстати, 4500. Biroq 4500 ni 45 ga bo'lsanglar 100 и 45. 100 dan 45 ni yetsanglar 15 chiqmaydi. Ko'raylik, 4500 ni bo'lib 65 ga. Butun son chiqmaydi ekan. 4500 ni 55 ga уже ответlar yo'q bu yerda. 55 ga bo'linmadi. 60 ga 60 ga bo'lindi ekan, bolalar. 4500 ni 60 ga bo'lsanglar chiqadi ekan 75. И вот теперь 75 dan 60 ni yetsanglar 15 da vaqtida 60 ni oldiga minus qo'ymizki, bizga keragi shu vaqtida qancha bo'ldi? 75. Yo'q qo'yana. Ha, kechirsizlar, mayda plus 15 tursa, may minus 15 bo'lishi kerak ekan. U vaqtida 60 plus bilan 75 minus bilan endi durust bo'ldi. Shu. Bizning durust javobimiz bu yerda 60 km/soat. Yo'q, 3-chisida C xato. Sababi bo'linmayapti 55 ga. To'rtinchi hisob. От озера к аулу и обратно канат проехал на велосипеде за 1 час. Его скорость к озеру была 15 км в час, а обратно 10. Найдите расстояние от аула до озера. Bu endi vashoy. Расстояние S ni bilmaymiz. Давайте uni X deb qo'yaylik. Bu yoq общий vaqt 1 soat bo'lgandan keyin biz u yoqqa mangdik T1, обратно mangdik T2 и общий vaqti bizda 1 soatga. Qo'yib chiqaylik. T1 tep uchun araliq x ni bo'limiz 15 ekan.
Плюс шул yo'lni x nazad meng'yotidi, biroq yer qoldi, shuning uchun 10 km/soat ildamlik bilan mangsa 1 soat meng'ish kerak ekan. Bu endi вообще bu точно 5-klassning tanglimasi. 15 bilan 10ning mahrajisi 30 o'zi. Mayli 2 tushadiku, mayli 3, 2x ga 3x ni qo'shsanglar 5x teng 1 ga krestchikam ko'paytirsanglar x chiqadi teng 30 ko'paytirilgan 1 bo'lingan 5. Shu vaqtida 6. Ishda his bo'lsa hisobladinglar. 1 minutda chiqadigan. Va alaykum assalom, Farizat. Так, 4 chiqdi, endi ketdik дальше 5 ga. Реактивный самолет за полчаса, yarim soatda deydi, пролетает расстояние на 200 километров больше, чем винтовой за 1 час. Если скорость реактивного самолета в 3 раза больше, чем винтового, найдите скорости обоих самолетов. Ikkita samolyot bor ekan. Ikkisini ham bundan boshlaylik. Ildamliklari deydi, bir reaktivniy samolyotning ildamligi vintovoydan 3 hassa jiq bo'lgan ekan. 600 ni 200 ga bo'lsanglar 3 kelyotidi. 900 ni 300 ga bo'lsanglar 3 bo'lyotidi. В общем, bu yerda, к сожалению, hammasi bir-birsiga bo'lganda 3 degan sonni beryapti. Bu vaqtida ikkinchi условияni ko'raylik. Реактивный самолет за полчаса. Реактивный degan buni ikkinchisi, durustmi? Проезжает расстояние на 200 километров больше, чем винтовой за час. Endi ответlarni, конечно, qo'yib chiqsanglar bo'ldi. Например, A'ni deb boqaylik. 600 ko'paytimiz qanchaga? Yarim soat deydi. O'sha yarim soatda mang'an yo'li 300 kilometrga. Bu mang'an yo'li vintovoyning 1 soatda mang'indan 200 kilometrga oshiq. Vintovoyning 200 kilometr olsanglar, 200 ni 1 ga ko'paytsanglar 200. Endi 300 ni 200 ni yetsanglar 100, a ular deydi 200 bo'lish kerak. Shuning uchun ответ A xato. Ashtaxla B, C, D, Y'larini tekshirib ko'rsanglar bo'ldi. To'rtinchisi B durustga. Ya'ni buni kommentariylar endi kelyapti sizlarni. Qo'yvatam sizlar 5-chisini ответlarini. Sizlar ответlarini qo'yib turinglar, men ta'limni qarashtirib turay. Endi buni 200 kilometr разница в расстояниях. Bo'lgan keyin biz nima qilamiz kerak? Пусть скорость реактивного самолета deydi в 3 раза больше, чем скорость винтового самолета. Vintovoynikini x olsak, reaktivniy samolyotning ildamligi 3x. 200 kilometr u yo'l. Разница, durustmi? Yo'lniki. Shu vaqtida reaktivniy samolyotning yarim soatda mang'an yo'lini tepish uchun biz 0.5 ni ko'paytimiz 3x qilamiz. Reaktivniy samolyotning ildamligi. Minus, потому что selishtiryapmiz на 200 больше degan keyin minus qo'yamiz. Меньше больше не важно, главное мы на degandan keyin olamiz bir-birsidan. Olamiz nimani? X ko'paytirilgan 1 ni. Vintovoy 1 soat mang'an yo'l, ему o'sha разница 200 kilometr deydi. Ta'limini chiqarib aytaylik, 0.5 3 ga ko'paytsanglar 1,5x. 1,5x ni 1x ni yetsanglar 0.5x teng 200 ga. Endi x teng 0.5 degan это же 1/2. Shu двойка умножение bilan ketsa bo'ldi 400. Всё. То есть bu положено, как положено ta'lim bilan chiqardik biz. Ctrl Z degan bosay.
Şu vaqtida birinchisining ildamligi 400 bo'lsa, ikkinchisininki 3 hassa jiq bo'ldi. 1200. Алтынчы этап. Из пунктов А и Б навстречу друг другу одновременно выехали мотоциклист и велосипедист. Они встретились на расстоянии 4 километра от пункта Б. Когда мотоциклист доехал до пункта Б, велосипедист был на расстоянии 15 километров от пункта А. Найдите расстояние от А до Б. Сызай. Башта жиқпырынан yazғанда лучше сызған. Яқшы. Сызымыз мұны жұқыр бірек сыз қой. Мұны А пункті болсын. Мұны Б пункті болсын. Навстречу друг другу выехали два мотоциклиста. Дұрыс ма? Бұны бір жақтан шықты, мұны үшінші жақтан шықты. Қармы-қарсы. Они встретились на расстоянии 4 километра от пункта Б. Мұны мәе бір ұшырашқанда шікісі Б пунктыдан арлығы 4 километр болыпты. Когда мотоциклист доехал до пункта Б, мұны бірінші мотоциклист мәйд ұшыраш болып маяқ кәгенден кейін дейді. Велосипедист, был на расстоянии 15 километров от пункта А. То есть велосипедист, что это такое, yazmak vardı. Велосипедист, ұшыраш болған кейін велосипедист мәйе бірек кетті, мотоциклист маяқ кетті. Şu vaqtida велосипедист был на расстоянии 15 километров от пункта А, то есть еще не доехал. Нужно найти расстояние между А и Б. Есапның берілген чаныламы. Түсініш деген уже полдела. 5С дұрыс. Так, общее расстояние A'дан B'ге чаң арлықны білмеген кен, вә бұны іздаватқан кен, біз А білен B'ның арлығыны X деп алайлы. Мұшы арлық X не? Мотоциклист плюс велосипедист навстречу друг другу меңіп, бір какой-то вақытты өтіп шықыды, дұрыс ма? Білмейміз. Я ылдамлықларын білмейміз, я вақытын білмейміз. Кейін дейді, что? Бұла встречаться қығанда, велосипедист 4 километр ел маңды, мотоциклист болса, мұны елны маңды, дұрыс ма? Общий ел X болса, беші да, мотоциклның маңған елі болды X ейлінған 4. Ана мұшындақ арлықты мәйді маңды. Şu çağda, bu одинаковое времяда, дұрыс ма? Одновременно деген кен, вақытлары оқшайды. Кен дальше дейді, мотоцикл продолжил, когда мотоциклист доехал до пункта Б, то есть А пунктын Б пункттың маңған вақытта, шкеншісіне болды ке, велосипедист не доезжает 15 километров, то есть велосипедистің маңған елі 15 километр кам болды ке. Найдите расстояние от А до Б дейді. Оны ответлерін қойып шықсақ болды ке. Мәселен, арлығы қанша дейлі 50 деп бақайлы. Әгер А пунктын Б пунктын арлығы 50 километр болса, ашы 50 километрінің 5-4 километрінің велосипедист өтті ғой. С велосипедисті да қойет. Тогда мотоциклистің маңған елі 50-тен 4-не ветсаңлар 46 километр болды. 46 километрны қанчелік вақыт өтті? Бірді оқшаш вақыт өтті ғола. Дальше полностью мұшу беді, короче, вақытлар оқшаш ке. Т1 тәң Т2 дейді. Т1 тәң Т2 болса, біздің деп язымыз 46 не бөліміз скорость мотоциклистаға. О тәң болыш керек
T2 degenimiz qancha kilometr mаңды dedik. Men пока ответларын qo'yib atman. 4 bölüngen скорость velosipedista. 4 kilometrni velosipedist mаңды, mototsiklist bo'lsa 46 kilometrni mаңды. Keyin A punktidan B punktigacha buni hamma arliqni qancha kilometr dedik? 50 kilometrni mototsiklist o'tganda velosipedist не доходит 15. То есть 50-ni 15-ni versanglar 35-ni скорость velosipedistida mаңды. Qarab beqinglar, mushu ikki miqdorni bir-birsiga bo'lib etsak, mahrajlari o'xshaydi-ku. Durustmi? Vaqtida suratlarining nisbati o'xshash bo'lishi kerak. 46 bölüngen 50 tengmi 4 bölüngen 35 ga. Qisqartib etsak, nima bo'ladi bu yerda? 46 ni 35 ga ko'paytsanglar 1610 ga, 1610. 4 ni 50 ko'paytsang, ну тут явно видно, ikkisi bir-birsiga teng emas. 50 kamaydi. Endi bunaqa B, C, D, E'larini qo'yib chiqsanglar bo'ldi. Sizlar faqat qo'yib chiqinglar, men bo'lsa tenglimini yozay. Kechiribmen hozir chiroyli qilib qilib. Bu 46 bu prидумывать qilganlarimiz bizning. Endi tenglimi turida yozaylik. Mushu men sonni ko'rsatmadim. Tushmaydi. Теперь возвращаемся к задаче. Nima deymiz shu vaqtda T bir vaqtlari o'xshashga, mototsiklist bilan velosipedistning mang'an vaqtlari o'xshash bo'lsa. Birinchisi nima deyotdi? X arliqni suratni o'chirib qolibman. A, B. Теперь ular ikkisi ma'brad uchrashganda birinchisi проходит расстояние x за время со скоростью mototsiklista, durustmi? Men mototsiklist, men velosipedist chiqdi dedik-ku. Bu teng bo'ldi, mayqidi bo'ldi. X elingan 4 bölüngen скорость велосипедиста. Bu первое условие, когда они встретились. Теперь дойду, когда мотоциклист проезжает все расстояние x. Ой. X dedimmi? X deb buni bir arliqni общийni alsak, mayda x minus 4, mayda 4-ku. Kechirsizlar. Mayda x minus 4 deb yozmaka, mayda просто x. Просто 4 kilometr. Велосипедист биши 4 kilometr mаңды-ku. Так, теперь все расстояние мотоциклиста. Все расстояние дегенimiz x проезжает со скоростью мотоциклиста, или же за это время велосипедист не доезжает 15 kilometrов degankin x elingan 15 ni скорость велосипедистga bo'lamiz. Voh, endi durust. Ikki tenglimini, опять ikki sistemani bir-birsiga bo'lib etsak, bizda buni v mototsiklistlar qisqarib ketadi, скорость velosipedistlar qisqarib ketadi, qoldi. X minus 4 bölüngen x da bölgende durust. Teng 4 bölüngen x minus 15. Endi kreshtikam ko'paytib etsak, chiqadi x kvadrat. Mana buni ko'paytdi. X ni 15 i minus 4 qo'shib etsam minus 19x plus 60. X ni 4 ko'paytsam 4x, sразу bu yoqqa minus bilan yo'tkaverdi. Qoldi x kvadrat minus 23x qo'shilgan 60 teng bo'ldi. Qiynalib ketdim buni hisobni chiqarishim. Shu vaqtida bu опять kvadratlik tenglimini tomirlarini давайте ugadayim. Qanday ikki sonning ko'paytindisi 60, qo'shindisi 23. Это, конечно, 20 bilan 3 durustmi? 20 ni 3 ga ko'paytsanglar 60, 20 ga 3 ni qo'shsanglar 23. Vaqtida bizda hozir ikki ответ bor, 20 kilometr и 3 kilometr. Endi 3 kilometr, 4 kilometrdan kam bo'lgankin bizning hisobimizga kamayadi. Shu vaqtda qoldi только 20. Shu, mana mushuni bilan hisoblab bitdi bugunga. Agar biralarini tushunmay qolsanglar, как обычно, WhatsAppga nimaga YouTube'da yozib qo'yinglar. Tushunmagan biralaringlar bo'lsa.
Salomat bo'linglar.